Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi o'tkazgan navbatdagi tezkor tadbirlarda haydovchilik guvohnomasini 1700 AQSh dollariga olib berishni va'da qilgan shaxs va o'z nafsini bemor taqdiridan ustun qo'ygan jarroh pora bilan qo'lga olindi. Holatlar tafsiloti muxbirimiz Madina Rahmonova lavhasida. Ma'lum bo'lishicha, Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasida mas'ul lavozimda ishlovchi fuqaro Jizzax shahrining Qaliya mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaroni yuqori lavozimdagi tanishlari orqali BS toifali haydovchilik guvohnomasini hech qanday imtihonlarni topshirmasdan 15 kun muddatda to'g'rilab berishga ishontirgan. Bu ish evaziga 1700 AQSh dollari talab qilgan. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda Sharof Rashidov tumani Soloqli mahallasida yashovchi ushbu 1981-yilda tug'ilgan fuqaro pullarni olgan vaqti protsessual tartibda ushlangan. Aniqlanishicha, ushbu shaxs avval ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat sodir qilgani uchun sudlangan. Aytish kerak, tibbiyot xodimi tomonidan bemordan pul talab qilinishi bu nafaqat qonunbuzarlik, balki shifokorlik qasamiga, insonparvarlik tamoyillariga va tibbiy etikaning asosiy qoidalariga ham zid holatdir. G'alla-Orol tumani tibbiyot birlashmasi jarrohi ham buni bila turib, o'z nafsiga erk berdi. Xususan, 1988-yilda tug'ilgan jarroh ushbu muassasaga murojaat qilgan Baxmal tumanida yashovchi fuqaroning farzandida o'tkazilishi kerak bo'lgan tibbiy amaliyot uchun undan 2 million so'm talab qilgan. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda u ushbu pullarni xizmat xonasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan tegishli tartibda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.